Assalomu alaykum. Demak, siz ko'rib turayotganingiz bu qonun haftaligi nomli video reportaj hisoblanadi. Bu video reportajda biz hafta davomida O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarni qisqacha bayoni haqida demak gaplashib o'tamiz. Demak, o'tgan hafta davomida, ya'ni 9-iyun kunidan e'tiboran 15-iyunga qadar O'zbekiston Respublikasida jami 6 ta normativ-huquqiy hujjat qabul qilindi. Bu normativ-huquqiy hujjatlar ichidan demak ikkitasi O'zbekiston Respublikasi qonuni, demak 3 ta Vazirlar Mahkamasining qarori va bittasi idoraviy normativ-huquqiy hujjat hisoblanadi. O'tgan hafta davomida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar ichidan e'tiborga molik normativ-huquqiy hujjat bu quyidagi qonun hisoblanadi. Jumladan, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga sudlar faoliyatining hamda fuqarolar huquq va erkinliklarining kafolatlarini kuchaytirishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi. Ushbu qonun bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksiga o'zgarish va qo'shimchalar kiritildi. Jumladan, Jinoyat protsessual kodeksining 23-moddasiga o'zgarish kiritilib, endilikda unga ko'ra gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o'zining aybsizligini isbotlashi shart emasligi va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanish mumkinligi. Agar shaxsning o'z aybini tan olganligi unga qarshi yagona dalil bo'lsa, u aybdor deb topilishi yoki jazoga tortilishi mumkin emasligi belgilandi. Shuningdek, Jinoyat protsessual kodeksining 24-moddasi gumon qilinuvchi, ayblanuvchi va sudlanuvchi himoyalanish huquqiga ega bo'lib, ularga o'zini himoya qilish uchun barcha imkoniyatlardan ta'minlanishi belgilab berildi. Qo'shimcha tarzda Jinoyat protsessual kodeksining 66-moddasiga ham o'zgarish kiritilib, guvohning majburiyatlariga o'ziga va yaqin qarindoshlariga qarshi ko'rsatuv bermaslik so'zlari bilan to'ldirib o'tildi. Endilikda guvohlar nafaqat o'ziga, balki yaqin qarindoshlariga ham qarshi ko'rsatuv bermasliklari albatta majburiyat sifatida belgilab qo'yildi. Shuningdek, navbatdagi yana bir qonun bilan O'zbekiston Respublikasi bilan Qirg'iziston Respublikasi o'rtasida ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarni jazo o'tashni davom ettirish uchun topshirish to'g'risidagi shartnoma ratifikatsiya qilindi. Ushbu shartnomani ratifikatsiya qilish orqali endilikda O'zbekiston Respublikasi bilan Qirg'iziston Respublikasi o'rtasida ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarni jazoni o'tashni davom ettirish uchun topshirish to'g'risidagi demak masalalar ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, o'tgan hafta davomida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar ichida Vazirlar Mahkamasining qarorlari ham qabul qilingan bo'lib, jumladan Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 10-iyundagi 356-son qarori bilan Namangan viloyatidagi Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi va Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazini Avstriyaning Unicredit Bank Austria bankining qarz mablag'lari hisobidan zamonaviy tibbiyot uskunalari bilan ta'minlanishi belgilandi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston kimyo-farmatsevtika hamda Sharq tabobati ilmiy tadqiqot institutlari davlat byudjeti mablag'lari hisobidan bazaviy moliyalashtirishga o'tkazilishi munosabati bilan Vazirlar Mahkamasining davlat ilmiy tashkilotlarini O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan bazaviy moliyalashtirishga o'tkazish to'g'risidagi 326-son qaroriga ham o'zgarish va qo'shimchalar kiritilib, unga ko'ra bir qator demak masalalar belgilab olindi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktorining O'zbekiston Respublikasi realtorlik xizmatlarining milliy standarti, ko'chmas mulk obyektlarining va ularga bo'lgan huquqlarning savdosini tashkil qilishga o'zgarish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi buyrug'i qabul qilinib, endilikda Ustav fondida davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan yuridik shaxslar, shuningdek, Ustav fondining 50% va undan ortig'i davlat ulushiga ega yuridik shaxsga tegishli bo'lgan yuridik shaxslarning ko'chmas mulklarini realizatsiya qilish e-auksion elektron savdo platformasida elektron onlayn auksion yo'li bilan amalga oshirilishi belgilandi. Eslatib o'tamiz, ushbu normativ-huquqiy hujjatlarning matni bilan batafsil tanishib chiqish uchun siz bevosita lex.uz saytiga tashrif buyurish orqali tanishib chiqishingiz mumkin. Siz bilan qonun haftaligi video reportajida bo'ldik. Navbatdagi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.